Полимикрогрия. Что за заболевание? Полимикrogriya nima bu? Polimikrogriya bu miyaning pushtalarini demak silliqlanib qolishi va yoki kichik ko'p miqdorda chuqur bo'lmagan, shakllanmagan pushtalari hosil bo'lishi yoki miyani egalchalari. Mana bu tomografiya qilganingizda qarang, miya tekis. Ko'ryapsizmi? Tekis. Bu ham mana tekis. Manaqa chuqurchalari yo'q. Tushundingiz? Что такое полимикрогрия? Когда, значит, извилины головного мозга, они влажные, борозды очень поверхностные, редкие. Вот это называется полимикрогрия. Говорят, такие дети обычно отстают в психофизическом развитии. Unaqa bolalar jismoniy va ruhiy rivojlanishdan orqada qoladi. Bu genetik hisoblanadi aslida. Shuning uchun bu o'sha tutqanog'i boshlanib turib, keyin kasal bo'lib qoldi deyishga ham o'ylanib turib deyish kerak. Shu gormon yozgan doktorda ham aybi yo'q o'zi aslida olib qaraganda. Doktor aybdor emas, boshqa doktor aybdor emas. Shuning uchun o'sha gormon bilan davolagan doktor buni to'g'ri davolasa o'nglanib ketar edi. Lekin bu полимикрогрияni hamma ham davolaydi. Не каждый врач сможет лечить такое заболевание. Поэтому они говорят, что прежний врач дал очень много гормонов. Гормоны здесь не приводят к уплощению извилин. Извилинlarni silliqlanishga olib kelmaydi. Lekin genetik omillar olib keladi. Генетические, значит, генетические основания приведет к таким изменениям. Так, будем лечить, davolaymiz, yaxshi qilamiz. Yana qanaqa savollar bor? Qancha shu? Shu muammo shuda, u misol uchun 7ga kiribdi, sinfdoshlaridan orqaga qolgan, gapirolmaydi. Bitta gapiradi. Bu yerda aqliy va ruhiy rivojlanishning eng og'ir darajasi. Отставание психофизического развития очень тяжелой степени здесь. Но будем лечить. Если пораньше привели, это было очень хорошо. Сейчас тоже будем lechit. Hozir ham davolaymiz, e'tibor qilgan zo'r bo'ladi. Endi harakat qilamiz, o'zgaradi. 40% gacha yaxshi tomonga o'zgaradi. Qolganini keyin ko'ramiz. 40% будет улучшение. Все bo'ladi.